Zuleyxa opa, ayolimni tug'ruq vaqtida oldiga kirmoqchiman, uni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Uni har qanday holatdagi ko'rinishi men uchun ahamiyatsiz. Unga bo'lgan munosabatim bir xil yoki boshqa fikrlar. Avvalgi farzandimizni u yoki bu davlatda tuqqanida oldiga kirgan edim. O'zbekistonda esa nega ruxsat berishmaydi deb juda ko'pgina psixologik yetuk juftliklar so'rashadi. Eslatma: ushbu video kimnidir majburlash yoki qaysidir ma'noda targ'ib qilish emas, balki bir-birini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan juftliklarga imkon berishdir. Homilador ayol tug'ruq vaqtida o'z sherigidan kuch oladi va juftiga dunyodagi eng qiyin va mas'uliyatli ishni qo'lidan kelishi va sog'lom farzand dunyoga keltirib berishini ko'rsatib beradi. Juftliklar orasidagi tug'ruqlar eng oson va yengil tug'ruq deb tan olingan. Buning uchun juftliklarda tibbiy madaniyat bo'lishi va mutaxassis ishiga xalaqit qilmasligi kerak. Ushbu video kerakli joylarga yetib borishi uchun o'ziga ishongan juftliklarga maksimal tarqating va sizning juftlikdagi tug'ruqqa fikringiz qanday? Izohlarda qoldiring.